Agar siz Koreyada uy ijaraga olsangiz, bir lahzada depozitingizdan o'zingiz bilmagan holda ayrilishingiz mumkin. Va buni eng yomoni, siz buni shartnoma imzolayotganda sezmaysiz. Hammasi joyida ko'rinadi, tabassum qilishadi, qo'l silkashadi, Maxim Coffee'dan tayyorlab berishadi va keyin omadingiz bo'lsa, pulingizni qaytarib olasiz. Bo'lmasam, bu video aynan siz uchun. Koreyada uyni ijaraga olayotganda ko'p uchraydigan 3 ta firibgarlik turini bugun sizga aytib o'taman. Ko'pchilik o'ylaydi, agar men ko'chmas mulk agentligi, ya'ni Budongsan orqali shartnoma tuzsam, sizman deb o'ylaydi. Bu juda ham chiroyli ishonch, menga ham yoqadi. Afsuski, bu eng katta yolg'on. Firibgarlikning birinchi turi haqida gaplashamiz. Bu Komin Chunkesa, ya'ni litsenziyalangan ko'chmas mulk vositachisi. Ingliz tilida realtor deydi. Ko'pchilik o'ylaydi, realtor orqali depozitga pul qo'yib olinsa, sizni himoya qiladi deb o'ylashadi. Ha, albatta. Bu xuddi tulkiga tovuqxonani qo'riqlash uchun topshirilganday gap. Chunki Koreyadagi ko'p holatlarda shunday firibgarliklarni realtorning o'zi uyushtiradi. Misol uchun, Koreyada 35 milliard wonlik firibgarlik bo'lgan. Bu firibgarlikni boshlagan odam kim deb o'ylaysiz? Albatta realtor. U soxta uy egalarini topadi, narxni sun'iy ravishda ko'taradi va sizning depozitingiz bilan uyni sotib oladi va siz unga uy sotib olishga yordam berasiz. Rahmat ham demaydi. Ikkinchi turimiz Kangtong Chonse. Ya'ni buni so'zma-so'z tarjima qilganimizda bo'm-bo'sh konserva. Nega bunday nom? Tasavvur qiling, bir uy bozorda 3 million won turadi. Lekin uy egasining bankdan allaqachon 200 million won qarzi bo'ladi. Bu degani depozit qo'ygan insonlarning hammasini ham pulni qaytarib bera olmaydi degani. Va eng muhim savol, kim birinchi pul oladi? Bank. Albatta bank birinchi. Agar uy egasi qarzini to'la olmasa, bank albatta uyini garovga olib uyni sotadi va sotilgan miqdordan bank o'ziga tegishli pulni olib qoladi va sizga tegishli pul sizga tegmasligi ham mumkin. Shuning uchun konserva tashqaridan to'la ko'rinadi, lekin ichiga kirib, haqiqatan dokumentlarni tekshirib ko'rsangiz, bo'm-bo'sh konserva. Eslaysizmi? Villa qiroli. Koreyscha Villa Wang. U aynan shu narsani qildi. Bir kishi atiga o'zini 5 million wongina puli bilan 772 ta uy sotib olgan. Kimning puliga? Men 5 millionga arang 3 oy yashayman. Даже O'zbekistonda ham 5 millionga bitta uy sotib ololmaysizlar. 5 million degani kamida 3 ming yoki 4 ming dollar degan. Uchinchi firibgarligimiz eng xavflisi. Shintak firibgarligi. Ya'ni mulkni qonuniy boshqaradigan ishonch kompaniyasi. Bunday holatda uy aslida Shintak kompaniyasiga tegishli bo'ladi, lekin uy egasi qo'shtirnoq ichida. Chunki u aslida hech kim sizga uyni ijaraga beradi va pul to'laysiz. Ko'chib kelasiz, lekin qog'oz bo'yicha hech narsa sodir bo'lmagan. Tabriklayman, siz arvohga pul to'layapsiz.